Aziz muxlislar, negativning navbatdagi sonini boshlayapmiz. Kam ko'rinyapsiz deb so'raganlar ko'p. Ularga javobim shuki, bundan buyon haftasiga bir martagina o'zim ko'rinish berib turaman xolos. Negativ dasturi biroz o'zgarishlarga kiryapti. Yaxshi o'zgarishlarga. Haftaning so'nggi kunida negativning haftalik xabarlar obzorini o'zim olib boraman. Unda bir haftada O'zbekistonda yuz bergan asosiy voqealar va ularga jamoatchilik munosabatini bildiruvchi lavhalarni ko'rsatib boramiz. Hafta davomida qayerda, qaysi viloyatda qanday negativ, antikonstitutsiyaviy hodisa, voqealar sodir bo'lsa, negativning shanba oqshomi yoki yakshanba tongidagi sonida bu haqda eshitasiz va ko'rasiz. Haftaning qolgan kunlarida ham albatta negativ dasturi chiqib turadi, lekin ularda meni o'zim ko'rinmasam ham kelgan murojaatlar va video lavhalar sharhlanib ko'rsatiladi. Negativning Telegram kanaliga keyingi paytda e'tibor beryapmiz. Sheriklarimiz bilan birga Telegram kanalimiz ancha jonlantirish niyatidamiz. Endi u yerda xabarlarimizni maqola tarzida o'qib borasiz va negativning YouTube kanalida ko'rinmay qolgan lavhalarni ham o'sha Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Umuman negativ kanali o'zining doimiy ishini davom ettiradi. Bizlarni kuzatib boring. O'zbekistonda sodir bo'layotgan turli yangiliklarni davlatning rasmiy axborot vositalari chetlab o'tayotgan, ayta olmayotgan gaplarni bizlar sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Xullas, assalomu alaykum. Efirda negativ dasturining navbatdagi soni. Farg'onaning Furqat tumanida davlatning militsiya xodimlari bir ayolni tahqirlagani haqida voqea katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Kun.uz jurnalistlari tomonidan ommaga yoyilgan bu voqeada ikki kuchli tashkilot rahbari o'rtasidagi nosog'lom jinoyatkorona va korrupsion raqobat qurboni etib, tumandagi maktablardan birining direktori, o'qituvchi ayol Gulra'no Qosimova tanlandi. Tuman soliq qo'mitasi rahbarida qasdi bo'lgan Furqat tuman ichki ishlar bo'limi rahbari o'zidagi eng chirkin imkoniyatni ishga solib, soliq qo'mitasi rahbarini go'yoki begona ayol bilan qo'lga tushiradi. O'sha ayol 34 yoshli maktab direktori Gulra'no Qosimova edi va o'sha kuni ayol militsiya xodimlari o'ylab topgan harom ish uchun emas, o'zining zarurati uchun qarz so'rab, o'zining tanishi soliq idorasi boshlig'i Qurbonali Abdurahmonov oldiga borgan edi. Bundan o'zlarini sanoqsiz quloqlari orqali xabar topgan tuman militsiyasi rahbari o'zining komandasiga soliq rahbari va maktab direktori bo'lgan ayolni o'sha haligi ish ustida qo'lga tushirish topshirig'ini beradi. Rahbarning buyrug'i bilan militsiya xodimlari bostirib kirishib, direktor ayol va soliq rahbarini qip yalang'och qilib yechintirishadi va kaltaklashadi. Yalinib yorib olishiga qaramay Gulra'noning ko'ylaklari yirtiladi. Qip yalang'och qilib yechintirilib, xodimlar tomonidan ayovsizlarcha tahqirlanadi. Unga qo'shib soliq idorasi boshlig'i ham kaltaklanib, yechinishga majbur etiladi. Bu arada qo'lida telefon kamerasini yoqib olgan xodimlar paydo bo'ladi va go'yoki jinsiy aloqa qilayotgan erkak va ayolni ushlab olgandek holatni tasvirga tushira ketishadi. Qo'lida qog'oz va ruchkasi tayyor bo'lgan xodimlardan biri Gulra'no Qosimovani soliq inspeksiyasi boshlig'i Qurbonali Abdurahmonov meni jinsiy aloqa qilishga majburladi qabilida ariza yozib berasan deya majburlashga tushadi. Ammo ularning urinishlari besamar ketadi. Maktab direktori bundan bosh tortadi. Kun.uzdagi maqoladan. Biroq Furqat tumani militsiya idorasi rahbari aytgan reja amalga oshmadi. Gulra'no Qosimova kutilmaganda har qanday qiynoqlar va tahqirlashga qaramay, militsiya xodimlari ko'rsatgan chiziqdan yurmaydi. Va bu qabih ish haqida O'zbekistondagi eng yetakchi nashrlarga qo'rqmasdan gapirib beradi. Voqealar elga oshkor etiladi. Shundan keyin prokuratura va boshqa idoralar ishga tushadi. Furqat tuman ichki ishlar boshlig'i Akmal Xo'jayev lavozimidan olinadi. Unga nisbatan Jinoyat kodeksining bir qator moddalari bilan jinoiy ish ochiladi. Qolgan ishlardan xabaringiz bor. Voqea matbuotga yoritilgach, tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Men ham o'z munosabatimni tarmoqdagi sahifamda aytib o'tdim. Men Farg'ona militsiya xodimlari sodir etgan bu mudhish jinoyat ortidan mamlakat ichki ishlar vaziri iste'fo berish kerak dedim. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshlig'i ham o'sha Furqat tumani militsionerlari qatorida jinoiy javobgarlikka tortilishi kerakligi haqida fikr qoldirdim. Chunki Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari o'sha tumandagi eng kichik lavozimdagi militsiya xodimining ish paytidagi jinoyati uchun javobgar shaxs. Faqat o'sha rahbargina militsionerning qilgan jinoyati uchun javob berish kerak.
Militsiya bu davlatning eng toza, kamchiliksiz, korrupsiyasiz, oshkor ishlaydigan, xalqning yonida turib uni himoya qiladigan, uni yonini oladigan tashkilot aslida. Afsuski O'zbekistonda militsiya xodimi bugun yovuzlik, yolg'onchilik, bosqinchilik ramziga aylanib bormoqda. Xalq orasida militsiya xodimining reytingi umuman yo'q darajada. Aksari militsiya xodimlarining bilim darajasi deyarli nolda. Buni bilish uchun yo'lingizni to'sib chiqqan formali yigitning savollarini eshitishingiz kifoya. Demak, Furqat tumanida sodir bo'lgan mudhish voqea bugungi ichki ishlar tizimida to'liq, qat'iy va radikal tarzdagi islohotlar o'tkazilishi zarurat ekanini isbotladi. Biroq hozircha buning aksi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi Furqat tumanidagi voqeani haspo'shlash bilan band. Ijtimoiy tarmoqlarda o'sha xunuk voqeadan keyin birdaniga Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbari bo'lgan mulozimni ulug'lovchi, uni farishtaga chiqaruvchi ovozlar, xabarlar kuchaydi. Ichki ishlar organi va umuman har qanday tashkilot bu oila. Oilani boshlig'i, ya'ni o'sha tashkilotning rahbari oila a'zolarini qilmishlari uchun mas'ul shaxs. Azizbek Isroilovich Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbari bo'lgach ham u yerdagi kriminogen vaziyat o'zgargani yo'q. Aksincha, kuchaydi. Militsiya xodimlari o'zlarining noqonuniy harakatlarini yashirmasdan oshkora qilishga o'tishdi. Bugun farg'onalik militsionerlar fermerlarni peshonasiga topqancha tirashyapti. O'zlaridan ko'cha yasab olgan guruhlarning razvorlariga indamay qarab turishibdi. Farg'ona ko'chalarida oshkora qotilliklar, kaltaklashlar, zo'ravonliklar kuchaygan. Negativ dastur tasarrufida bu ishlar haqida ko'plab faktlar, ma'lumotlar bor. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbari Azizbek Isroilovich bugun egallab turgan vazifasidan albatta chetlatilishi, uning o'rniga Farg'onani kriminaldan tozalashga, ichki sostavni yangilashga qodir bo'lgan yosh, ishchan kadr qo'yilishi kerak. Va bu bugungi vaziyatning talabi. Biroq janob Azizbek Isroilovich xavotir olmasa ham bo'ladi. U kishi o'z lavozimida qoladi. O'zbekistonda bugun zulm egalarini, mushuklarni pish demaydi birov. Aksincha, ulardan zarar ko'rganlarning boshiga balolar yog'iladi. Masalan, o'sha mudhish voqeani qurboniga aylangan maktab direktori bo'lgan ayolning sha'niga bugun ijtimoiy tarmoqlardagi noma'lum kimsalar, nomsiz akkauntlar orqali tuhmat, bo'xtonlar yog'dirilyapti. Anonim kimsalar tomonidan xunuk, ayolni kamsituvchi mish-mishlar tarmoqlarda yozilyapti. Yaqinda Furqatlik militsionerlar hujumiga uchragan ayol ezgulik tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanovga qo'ng'iroq qilib, trollar xurujidan himoya so'ragan. Ayolning aytishicha, uning shaxsiyatini badnom qilishga harakatlar yanada kuchaygan. Bu boradagi uning shikoyatlariga hech kim quloq solmayapti ekan. Vaholanki, uning ishini Senat o'z nazoratiga olgan edi. Hozir sud jarayoni ketyapti. Ikkita protsessni nima qildik, o'tkazdik. Endi sekin so'roq-savol bo'lyapti. Hozirgi vaqtda meni ahvolim to'g'risi boshidan-da yomon holatga tushib qolyapman. Sababi bir kunda Farg'ona viloyatini bari bloger, jurnalistlari qaysinisini ichiga kirsangiz, shu ichki ishlarda xodim nimalarini yoritib kelgan shunaqangi blogerlar deng, hech qanday asossiz, hech qanday nimasiz keyin ichki ishlarda bo'lgan ekspertiza xulosalarini tarqatib borishdi. Birinchi berilgan xulosani vaholanki hali yana ekspertiza xulosalari bor. Shu darajaga borishyaptiki, aslida bu ayol yolg'onchi, o'zi buzuq deb qaytanga yanada battar hujumlar uyushtirib, Facebook'imga ham tinmay oddiy maktabim to'g'risida qo'yilgan ma'lumotlarimni tagiga ham tinimsiz pastiga sen bo'lsan ochiqdan ochiq haqoratlar. Men ularni qaysi biri bilan nima kurashalaman, qaysi biriga misol men chora so'ralaman. Juda ko'pchilik deng. Keyin haligilar ko'rib nimaga Abdurahmonaga iltimos qildim. Iltimos, menga yordam beringlar, mana shunaqa bo'lyapman men. Ularning qo'lida hech qanaqangi asosi yo'q. Qo'limizda asosimiz bor, videoyimiz bor. U nimani, u ichki ishlar syomka qilgan videoni hatto men o'zim kecha sud jarayonida ko'rdim, sudyani nimasida. Suddagi narsalarni aytma deyapti, o'shuning uchun jim turibman, o'zing javobgar bo'lib ketasan deyapti. Tergov masalasidagi qo'limda bir dunyo hujjat, bir dunyo video tasvirlar, nimalar bilan yuribman. O'zimiz manaqdan berilgan video tasvirlar bilan prokuraturada berilgan. U ichki ishlar olgan videoni bizga taqdim ham qilmadi prokuratura.
Endi ag'dan deng shunaqangi bosim ko'payib ketdi, shunaqangi haqoratlar, birov meni eshitib ham ko'rganga o'xshab, blogerlar yo jurnalistlar biror bir marta bog'lanib ham ko'rganga o'xshab, nima bo'lyapsan ham degan yo'q. Shunday osmondan olib turib faqat meni nomimni bulg'ash bilan, nimani ommani e'tiborini shu bir yomon fikrga qaratish bilan band bo'lyapti. Shu uchun yordam so'rovdim. Shu aksariyati ko'rsangiz, bir 3-4 ta erkak bor, bir xil nomda ketyapti. Qayerda men haqimda bir haligi ijobiy fikr bildirilayotgan bo'lsa, o'sha yerga kirib ataka qilib tashyapti. Yo'q, bu unaqa, bu bunaqa. Aytdi nimaga biz qayerda bo'lganmiz, qanaqa vaziyatda bo'lganmiz, qayerga olib kirilganmiz, qayerdan olib chiqilganmiz, uni hali men ommaga ochiqlayman. O'zi sabr qilyapman xolos. Mana shu sud tugab olsin, hamma materialni ochiqlayman. Faqat hozir men ochiqlasam, meni o'zim javobgar qilib qo'yadi. Shu uchun ochiqlamay turibman xolos. Hozirgi holatim judayam men tushkun kayfiyatga solib qo'yyapti bu narsa. Keyin buni sezib turibman chunki ularda bor ekspertiza xulosalari, bizda bor. Endi men bermaganimdan keyin bilmadim ular qayerdan olyapti ekspertiza xulosasini. Shunaqa qilib qasddan tarqatilinyapti-da. O'zbekistonda trollar tizimi borligi allaqachon ma'lum bo'lgan haqiqat. Ba'zi iddaolarga ko'ra trollar tizimi davlat tomonidan moliyalashtiriladi. O'zbekistonda bunday kiberhujumlarga qarshi kurashuvchi davlat tashkiloti bor, lekin bu tashkilot tarmoqlardagi hujumlardan oddiy fuqarolarni emas, davlatning katta amaldorlarini himoya qiladi xolos. Unga tasalli beradigan so'z topa olmadim, chunki trollar armiyasi allaqachon mavjud tizim bilan hamkor, ehtimol uning yashirin xohish irodasini tamsil etuvchi to'dadir. Chunki ularning qarshisida faqatgina prezident va uning oilasi himoyalangan. Kimdir oilani haqorat qilsa, darrov tutib qamaladi. Boshqalar uchun bu qonun ishlamaydi. Arizamiz asosida trollarga qarshi Ichki ishlar vazirligining kiber xavfsizlik boshqarmasi boshlagan surishtiruvlarni to'xtab qolgani bunga misoldir. Abdurahmon Tashanov, O'zbekiston Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari. Negativ dastur O'zbekistondagi kam ta'minlangan, boquvchisi yo'q, yolg'iz onalar, nogironligi bor, Qarabog'ida balog'atga ketmagan farzandlari bor oilalar haqida ko'rsatuvlar tayyorlab turadi. Ularning muammolariga mahalliy hokimiyatlarning diqqatini qaratishga urinadi. Ba'zan bu urinishlar samara beradi, ba'zan esa yo'q. Chunki aholini aynan shunday qatlam bilan ishlaydigan davlat mulozimlari ko'p holatlarda o'z vazifalariga noloyiq korrupsiya balosiga chalingan kimsalar bo'lib chiqadi. 1989-yilda tug'ilgan Fayziyeva Muhayyo Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanidagi Yakkaqayrag'och mahallasida Nafosat ko'chasi 26-uyda ukasi bilan yashaydi. Muhayyo 2-guruh nogironi, 1-sinfga boradigan o'g'li ham 2-guruh nogironi. 2021-yilda hokimlik unga ijtimoiy uylardan bermoqchi bo'lib turganida Muhayyo astma kasali bilan kasalxonaga tushib qoladi. Shu bilan ularga berilishi kerak bo'lgan uy boshqalarga berib yuboriladi. Shundan buyon ijtimoiy yordam va ko'makka muhtoj bo'lgan bu oila hokimiyatdan uy kutadi. Biroq bizga aytishlaricha, tuman hokimi ularga uyni shunchaki berib qo'ymoqchi emas. Muhayyoning aytishicha, hokimlik undan kafil so'ramoqda. O'zbekistonda g'alati bir tizim bor. Nonini zo'rg'a topib kun ko'rayotgan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilaga kim ham kafil bo'ladi? Nogiron farzandi bor yolg'iz onaga hukumat vakillari ipoteka kreditiga uy olishni tavsiya qilishadi. Birinchi to'lovni to'lab beramiz deyishadi ular. Xo'p, birinchi to'lovni to'lab berarsiz, keyinchi. Keyin o'sha nogironi bor ayol uyning oylik pulini to'lay oladimi? Albatta yo'q. O'zbekistonda bugun bunday oilalar juda ko'p. Masalan, Qashqadaryoning Yakkabog' tumani Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashovchi Anora Xolmirzayeva ayollar daftarining birinchi toifa guruhiga kiritilgan. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan Xolmirzayeva Anoraman. 2022-yildan beri tuman, viloyat va respublikalarga telefon orqali, tumanga esa borib murojaat qildim. Sayyor qabullarga bordim. Respublikaga 3-4 marta bordim. Lekin hech bir joy meni tinglamadi. Negativning Telegramdagi kanalida bu ayolning boshiga tushgan ishlar haqida yozganimizdan so'ng Yakkabog' tumani hokimligi vaziyatga oydinlik kiritish uchun bo'lsa kerak, bizning pochtamizga Xolmirzayeva Anora va uning oilasi haqida bir qator ma'lumotlarni sizdira boshlashdi. Ma'lumotlarda bu oilaning haqiqatda ijtimoiy yordamga muhtojligi, oilada nogironlar borligi aytilgan va ularga berilgan yordamlar birma-bir sanab o'tilgan.
Hokimlik o'zining ma'lumotnomasida Anoraga tumanning Kenguzar mahallasi hududidagi ijtimoiy uydan bir xonali uy taklif berilganini, lekin Anora Xolmirzayeva bu taklifni rad etganini aytilgan. Biroq hokimlik Anora nima uchun Kenguzar mahallasidagi ijtimoiy uyni rad etgani sababini yozmagan. Biz o'sha sababni o'rgandik va Anoraning nima uchun bu taklifni rad qilganini tushundik. O'sha ijtimoiy uydagi nosog'lom vaziyat haqida keyinroq albatta bir ko'rsatuvlarimizni albatta gapiramiz. Tuman hokimiyati negativ dasturi Telegram kanalida yoritilgan Anora Xolmirzayevaning vaziyatiga qiziqish bildirgani, voqeaga o'sha oydinlik kiritishga urinayotgani bu albatta yaxshi. Vaziyat munozara va muhokamalarda oydinlashadi albatta. Biroq bu voqeada bizni xavotirga solayotgan jihat boshqa, ya'ni davlat idoralari xodimlarining, aniqrog'i Yakkabog' tumani hokimiyati mas'ullarining Anora Xolmirzayevaga bosim o'tkazib, uning oldiga noqonuniy talablar qo'yayotgani. Masalan, Yakkabog' tumani hokimi o'rinbosari Sayyora Muhammadiyeva prezident apparatiga shikoyat qilishga borgan Anorani kabinetiga qaytarib olib kelib, agar yana boshqa idoralarga shikoyat qilsang, senga qonuniy chora ko'ramiz deydi. Voqea shu yilning 8-oktyabr kuni ertalab soat 10 va 11 oralig'ida sodir bo'lgan. Hokim o'rinbosari tuman hokimligining xotin-qizlar bo'limi rahbari bo'lgan bu ayol kamiga bir Anorani qo'rqitish uchun tuman ichki ishlar idorasidan 5 nafar xodimni chaqirtirgan. Militsiya formasidagi Dalliyeva familiyali xodima boshqa xodimlarga Anoradan telefonni tortib olishni buyuradi. O'zini shaxsiy buyumini berishni istamagan Anorani qo'llari qayriladi va undan telefon tortib olinadi. Ichki ishlar xodimini chaqirdi. Ichki ishlar xodimidan Dalliyeva opa va to'rtta katta erkak odamni chaqirib bosim o'tkazgan holda mendan tushuntirish arizani oldi va qo'limni qayirib, meni majburlagan holda telefonimni olib tekshirdi. Ularga hech qanaqa telefon tekshirishga qog'ozi, orderi yo'q edi. Dalliyeva degan militsioner ayol telefonni kavlashni boshlaydi. Anora militsiya xodimiga bunday harakatga prokurorning sanksiyasi kerak ekanini eslatganida, militsiya formasidagi o'sha Dalliyeva degan ayol unga bu ishni sanksiyasi ham bemalol bajarishni aytgan. Qisqasi, Anora Xolmirzayeva tuman hokimining o'rinbosari Sayyora Muhammadiyevaning kabinetida o'rinbosar va militsiya xodimlarining bosimi ostida endi yana shikoyat qiladigan bo'lsam, meni jinoiy javobgarlikka tortinglar deb yozib beradi. Bu gaplar yolg'onmi? Marhamat negativ dasturi Sayyora Muhammadiyevaning kabinetida va hokimlik koridorlaridagi video kameralarning yozuvlarini namoyish qilishini so'raydi. Video yozuvlarni ommaga oshkor qiling va bunday zo'ravonlik davlat idorasida sodir etilmaganini to'liq isbot qiling, janob Yakkabog'lik mulozimlar. Bu voqeaning ertasiga 9-oktyabr kuni Anora Xolmirzayeva yashayotgan uyga Mustaqillik mahallasi raisining xotin-qizlar bilan ishlovchi o'rinbosari Muborak Beknazarova kirib keladi. Bu opaning gaplari yanada qo'rqinchliroq chiqadi. Beknazarova xonim Anora va uning oilasidagilarga agar yana shikoyat qilaversang, o'zing va oila a'zolaringga qiyin bo'ladi. Kechasi uyingga odam kirishi mumkin deydi. Bu voqealardan ilgariroq shu yilning 8-may kuni Anora Xolmirzayeva tumanda o'tayotgan prezident maslahatchilaridan birini sayyor qabuliga borib, o'sha maslahatchiga shikoyatini aytadi. Prezident maslahatchisi Anorani eshitib ko'rib, o'sha yerda turgan Qashqadaryo viloyat hokimi o'rinbosari Ziyoda Aminova xonimga yuzlanib, bu ayol muammosini hal qiling deydi. Bu arada Anoraga ish taklif qilishadi, lekin o'sha ish kun bo'yi oyoqda turib qiladigan ish bo'lgani uchun Anora bu ishni rad qiladi, chunki uning aytishicha oyog'idagi varikoz xastaligi uni bu ishda ishlab ketishiga to'sqinlik qilardi. Viloyat hokimi o'rinbosari Ziyoda Aminova xonim 29-may kuni Anora yashayotgan uyga bir to'da a'yonlari bilan kirib keladi. Uning sharoitlari bilan tanishadi va o'sha yerda Anoraga nimaga ish bersak sen ishlamading deydi. Anorani taklif etilgan ish sog'lig'imga mutlaqo to'g'ri kelmaydi degan gapiga viloyat hokimining o'rinbosari bo'lgan mulozim ayol g'alati bir maslahat beradi. Sen erga teg. Er bilan yotib tursang dardlardan va muammolardan qutulasan deydi viloyat hokimi o'rinbosari Ziyoda Aminova. Mulozim opaning bu gapini Anoraning uyidagi har bir odam eshitadi. Kimdir zaharxanda bilan hiringlaydi, kimdir esa yerga qaraydi. Viloyat hokimining o'rinbosari Ziyoda Aminova o'zining bu maslahatini qaysi ma'noda aytganini unchalik tushunmadik.
Lekin erkak bilan yotib turishlik ayolning muammosini hal qilishi bo'yicha o'rinbosar opani tajribasi bo'lsa kerakki, bunday maslahat bergandir degan yaxshi gumonga bordik. Bo'lsa mani pochcha kerak deb masxara qilib o'ynaydi. O'zbekiston prezidenti respublikadagi har bir mulozimga o'sha qo'l ostingizdagi ayollarning muammolarini ko'payib ketishini oldini oling. Ular bilan eng avvalo ona, opa va singlingiz kabi gaplashing deydi. Ayollarni hayotini yengillatish uchun prezident har yili davlat byudjetidan million dollar mablag'lar ajratadi. Joylarda esa ahvol o'zgarmaydi. Hokimiyatdagi o'ta faol opaxonlar xotin-qizlar dardini o'zining dardi kabi tushunmaydi. Ular uchun prezidentning farmoni ham, ko'rsatmasi ham bir tiyin. Bunday mulozimlar muammolar girdobidagi ayollarga erga tegishni maslahat berishadi xolos. O'zbekiston bundan 7-8 yil avvalgi O'zbekiston emas. 8 yil avval boshlangan islohotlar, so'z erkinligi, iqtisoddagi ijobiy o'zgarishlarning kurtaklari bugunga kelib nazarimda qurib qolgandek. Masalan, bugun mamlakat ichidagi matbuot prezidentni tanqid qila olmaydi. Prezident mana bunday dedi, uning bu gapi bugungi qonunlarga zid deya olmaydi. O'zbekiston ichida faoliyat olib borayotgan matbuot bugun eng yuqori eshelondagi amaldorlardan hayiqadi, qo'rqadi. Qo'rquv esa avtoritarizm va diktaturaga yo'l ochadi. Mamlakat prokurori va Oliy sudi nafaqat prezidentni, balki hokimlarning ishlarini, qarorlarini, bosgan qadamlarini nazorat qila olmaydi. Mamlakatda nepotizm bor, tanish-bilishlik avjida degan bloger bugun O'zbekistonda jazo olishi mumkin. Biroq mamlakat prezidentining yordamchisi ko'pchilik ko'radigan video lavhalarga chiqib prezidentni adam deb gapirsa, uni hech kim muhokama qilmaydi. O'zbekistonda g'alati va tushunarsiz bir vaziyat bordek. Mamlakat konstitutsiyasi, ya'ni bosh qonuniga ko'ra O'zbekistonda senzura yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Biroq mamlakat ichidagi nashrlarga qaysidir tashkilotlar bosim o'tkazib, e'lon qilingan lavhaga o'zgartirish kirita oladi. Masalan, kuni kecha jurnalist Ilyos Safarov o'zining Vaqt.uz nashrida avvalgi prezident Islom Karimov haqida davra suhbat tashkil etgan. Davra suhbatida O'zbekiston ichidagi bir necha taniqli shaxslar bilan birgalikda Amerikada yashayotgan taniqli siyosatchi, jurnalist va publitsist Jahongir Muhabbat ham onlayn tarzda qatnashgan va o'z fikrlarini bergan. Ko'rsatuv efirga ketadi, biroq biroz muddatdan so'ng davra suhbatdan Jahongir Muhabbatning chiqishi g'oyib bo'ladi. Bu yerda savolning o'zi ortiqcha bo'lsa-da, qaysi senzorning qaysi ishga tushgani aniq bo'lsa-da, Jahongir Muhammad o'zining Facebook'dagi sahifasida shunday post qoldirgan. Ilyosjon, Karimov davriga chizgilar dasturingizni e'lon qildingiz. Bir ko'rganimda menga ham o'rin bergandingiz. Ikkinchi bor qarasam, qirqib tashlanibdi. Nima bo'lganini izohlay olasizmi? Senzurani kim qo'ydi? Jahongir Muhammadning bu postiga javoban bo'lsa kerak, jurnalist Ilyos Safarov ham o'zining Facebook'dagi sahifasida mana bunday yozuv qo'ydi. Ishonaman, bir kun kelib o'zbek xalqi albatta erkin matbuotga ega bo'ladi. Biz ko'ramizmi, yo'qmi bilmayman, lekin shu kunlar albatta keladi. O'zbekiston qonunlariga ko'ra matbuot erkin. Konstitutsiyada senzura yo'qligi yozib qo'yilgan. Biroq bu O'zbekiston. Bu mamlakat qonunlar bilan emas, hissiyotlar va og'zaki buyruqlar bilan boshqariladi. U yerda bilim, iqtidor va mahorat emas, sadoqat, itoat va ehtiyotkorlik qadrlanadi. O'zbekistonda fuqarolarning murojaatlari bilan ishlovchi butun boshli bir tizim yaratilgan. Mamlakat prezidentining ko'rsatmasi va buyrug'i bilan O'zbekistonning har bir shahar va tumanida bugun xalq qabulxonalari ishlab turibdi. Xudoni bergan kuni qaysidir viloyatning qaysidir bir burchida birorta vazir, prokuror yoki Oliy sud raisi sayyor qabul qilib, fuqarolarni o'sha qabul qilib o'tirgan bo'ladi. Biroq negadir muammolar kamaymaydi. Fuqarolarning yugur-yugurlar davom etaveradi. Ularning qo'llariga murojaatingiz o'rganib chiqildi deb boshlanadigan bir xil mazmundagi foydasiz xatlar kelaveradi. Farg'onalik Yoqutxon Dehqonova ham millionlab boshqa fuqarolar qatori o'zining boshidagi muammolar haqida mamlakat prezidenti yordamchisi Saida Mirziyoyeva hamda Senat raisi Tanzila Norboyevalarga murojaat qilib, ularning qabulini so'ragan edi.
Qarangki, 4 oktyabr kuni unga Oliy Majlis Senatidan javob xati keladi. Xatni o'qigan Yoqutxon Dehqonova yengil shok holatiga tushadi. 2025-yil 4 oktyabr sizning muqaddam O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ishonch telefoni orqali Oliy Majlis Senatiga yo'llagan 9025 sonli murojaatingiz yuzasidan Senatning Yoshlar, Xotin-qizlar, Madaniyat va sport masalalari qo'mitasi tomonidan Xalq deputatlari Farg'ona viloyati kengashiga tegishli xat yuborilgan. Mazkur xatga asosan joriy yilning 10-sentyabr kuni Xalq deputatlari Farg'ona viloyati kengashi deputati G'aniyeva, Ibn Sino mahalla fuqarolar yig'ini raisi Turg'unova, Ibn Sino mahalla fuqarolar yig'ini xotin-qizlar faoli Nuriddinova, Ibn Sino mahalla fuqarolar yig'ini hokim yordamchisi Mamataliyev hamda Ibn Sino mahalla fuqarolar yig'ini ijtimoiy xodimi Babayevlar sizning yashash xonadoningizga tashrif buyurib, murojaatingizda qayd etilgan masalalar yuzasidan ular tomonidan sizga batafsil huquqiy tushuntirishlar berilganligini ma'lum qilamiz. Davlat idorasidan keladigan oddiy javob xati buni nimasi Yoqutxon Dehqonovaga ta'sir qildi ekan deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak. Men ham shunday deb o'ylagan edim. Keyinchalik menga Yoqutxonning o'zi tushuntirib berdi. Senatdan kelgan xatda aytilishicha 10-sentyabr kuni bir to'da odamlar, ya'ni o'sha deputatlar kengashi deputatdan tortib mahalladagi hokim yordamchisigacha bo'lgan 5 nafar xodim Yoqutxonning uyiga kelib, u bilan suhbat o'tkazib, o'rganib ketishibdi. Bu javob xatini Yoqutxonni shokka tushirgan jihati shuki, 10-sentyabr kuni Yoqutxon umuman Farg'onada bo'lmagan. U Toshkentda davolanishda bo'lgan. Ya'ni Farg'ona viloyatidagi mas'ullar Senatga va prezident apparatiga yolg'on ma'lumot yuborishgan. Palonchi bilan ko'rishdik, unga tushuntirdik deb yozishgan. Aslida esa o'sha kuni palonchi umuman Farg'onada bo'lmagan. Farg'onalik Yoqutxon Dehqonova 2017-yilda Farg'ona shahar tibbiyot birlashmasida oliy toifali laborant vazifasida ishlab yurgan chog'ida bir voqeaga yo'liqadi. Farg'ona shahar tug'ruqxonalaridan birini boshlig'i bo'lgan Barno Mamajonova degan ayol Yoqutxonga o'lib qolgan chaqaloqdan analizlar olishni buyuradi. Biroq Yoqutxon rahbar ayolning baqir-chaqiriga, haqoratiga qaramasdan bu ishni qilishdan bosh tortadi. Tug'ruqxona rahbari Barno Mamajonovaning bu ishi aslida xizmat jinoyati edi. O'sha rahbar ayol bu ishi bilan chaqaloqlar o'limiga oid o'ta xunuk raqamlarni qalbakilashtirmoqchi edi. Oliy toifali laborant bo'lgan Yoqutxon Dehqonova ham bu ishni huquqiy oqibati yomon bo'lishini bilib, rahbarning aytganini qilishdan bosh tortgandi. O'sha tug'ruqxona rahbari Barno Mamajonovaning eri Hasan Mamajonov esa Farg'ona shahar sog'liqni saqlash boshqarmasining rahbari edi o'sha paytda. Ertasiga u Yoqutxonni chaqirib, "Sen nega meni xotinim aytganimni qilmading?" deb laborant Yoqutxonga zug'um qiladi. Biroq Yoqutxon Dehqonova o'z bilganida qoladi. O'lik chaqaloqdan analiz olinmaydi deb o'sha boshliqni yuziga aytadi. Ana shundan keyin Farg'ona shahar sog'liqni saqlash boshqarmasi laborant ayol Yoqutxon Dehqonovaga qarshi oyoqqa turadi. Bu prinsipial xizmatchini u yerdan siqib chiqarish uchun barcha imkoniyatlar ishga solinadi. Bu arada qarangki, o'sha Barno Mamajonovaning eri Hasan Mamajonov shahar sog'liqni saqlash bo'limidan Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga rahbar bo'lib ketadi. Yoqutxon Dehqonovaning boshidagi bulutlar yanada quyuqlashadi. Oradan 1 yil o'tib 2018-yilda tibbiyot birlashmasi laboranti Yoqutxon Dehqonova bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilinib, uni ishdan bo'shatishadi. Nohaqlik ortidan Yoqutxon barcha instansiyalarga yozadi, murojaatlar qiladi. Uni Sog'liqni saqlash vazirligi ishga qaytaradi, biroq bir muddat o'tgach uni yana bo'shatishaveradi. Shunday qilib Yoqutxon Dehqonova Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tizimidagi 2 korrupsioner Hasan va Barno Mamajonovalarning bosimi va fitnalari sababli 8 yil davomida ishiga yaqinlashtirilmaydi. Agar u o'sha 2017-yilda tug'ruqxona rahbari Barno Mamajonovaning jinoyatiga sherik bo'lganida, u hozirgacha o'zining issiq o'rnida mazza qilib ishlayotgan bo'lardi. Bu arada Yoqutxon qattiq stresslar oqibatida sog'lig'ini yo'qotadi. Saraton kasaliga chalinadi. U bugun tibbiy muolajalar olmoqda va shu bilan birga Farg'ona tibbiyot tizimidagi ishiga qaytish, adolatni tiklash maqsadida yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaatlarini to'xtatgani yo'q. Yoqutxon Dehqonova Farg'ona sog'liqni saqlash tizimidagi qalloblar dastidan o'z ish joyidan ajralgan. O'shalar bilan olishib saraton dardiga ham yo'liqqan. 8 yil ichida Yoqutxon o'zidan o'tganini o'zi bildi.
dardini Saida Mirziyoyeva va Tanzila Norboyevaga aytmoqchi edi, ulardan ham kelgan javob soxta bo'lib chiqdi. Negativ dasturi farg'onalik Yoqutxon Dehqonovani ish haqida kattaroq video dastur tayyorlaydi. Ana shunda uning boshiga tushgan barcha ishlar va Farg'ona sog'liqni saqlash tizimidagi tibbiy laboratoriyalar ichida qanday sirli ishlar bo'layotgani haqida uning o'zi sizga hikoya qilib beradi. Rahbariga hurmatli Shavkat Miromonovich, siz aytasizki, oq xalat kiyganlar nima oyliklarimizni ko'tarib berasiz, bemorlarga chiroyli, ya'ni nima deydi sharoitlar, mana biz xodimlarga nima deydi chiroyli naqalar nima deydi sharoitlar qilib berasiz. Mana men shu tibbiyot birlashmasida necha yildan beri ishlasam, hurmatli Shavkat Miromonovich, shu bitta bolani o'lgan holati bo'yicha men o'sha vrachlarda aytganini qilmaganligim oqibatida 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 salkam 7 yil bo'libdiki, 7 yildan beri jabr ko'rib kelaman-da. Shu sababdan men sizdan iltimos o'sha 2018-yildan to 2024-yilgacha bo'lgan davrgacha Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi, Farg'ona shahar kasaba uyushmasi rahbariyati, Farg'ona viloyat kasaba uyushmasi rahbariyati, Farg'ona shahar viloyat prokuraturalari, Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi, bu bilan birga ichki ishlar boshqarmasi, ichki ishlar vazirligi, bosh prokuratura shu meni ishimga aloqador 7 yildan beri yozgan murojaatim shu javobgarlarning foydasiga hal qilinayotganligini inobatga olib, shu xodimlarga, shu mansabdor shaxslarga, shu amaldorlarga qonuniy chora ko'rib, meni tinch ishlashimga shart-sharoit yaratib berishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Navbatdagi murojaat Surxondaryo viloyatining Muzrabot tumanidan kelgan. Aniqroq aynan shu murojaat haqida biz avval ham bir necha marta ko'rsatuv qilgandik. Gap Muzrabot tumanida 2018-yilda tashkil etilgan Agrobiyoxim servis MCJ haqida. 2018-yilda ana shu MCJni tashkil qilgan Hamza Olimov bugun shu ishning boshini tutganidan o'zi ham rozi emas. Chunki ko'p xo'jaliklarda uning pullari qolib ketgan. Hech qanday sudning qarori uning MCJsi ko'rsatgan xizmatlari uchun pullarni olib bera olgani yo'q. Masalan, Agrobiyoxim servis MCJsining oborotida 2020-yilga kelib 2 milliard so'm aylanma mablag' bo'lgan. 2022-yil yakuniga kelib esa korxona fermer xo'jaliklariga 3 milliard so'mdan ziyod xizmat ko'rsatgan. Biroq xo'jaliklar Agrobiyoxim servis MCJga bu summaning 500 million so'mini to'lay olishgan xolos. Ko'rsatgan xizmati uchun o'z haqqini fermerlardan ola olmagan Agrobiyoxim servis rahbari ishini sudga oshiradi. Sherobod tumanlararo sudi 2,5 milliard so'mlik ish hujjatlarini ijroga qaratadi va MIBga oshiradi. Va mana shu nuqtada barcha harakatlar to'xtaydi. Bugungacha na tuman va na viloyat majburiy ijro byurolari Agrobiyoxim servis MCJni fermer xo'jaliklarida qolib ketgan 2,5 milliard so'mlik pulni olib bera olgani yo'q. Majburiy ijro byurosi nima uchun sudning yakuniy qarorini bajarmayapti? Nima uchun bu tashkilot ba'zan qarzdorni uyigacha bostirib kirib qo'lga ilingan buyumni olib chiqib ketib bo'lsa-da ijroni amalga oshiradi, lekin ba'zan yirik mablag'li qarzdorlikning oldida bu tashkilot negadir pisib qoladi. Buning siri nimada? Yaqin kunlarda negativ dasturida Muzrabot tumanidagi Agrobiyoxim servis tashkilot rahbari Hamza Olimovning intervyusi ko'rsatiladi. Intervyuda Surxondaryodagi MIB tashkilotlarining faoliyatiga nazar solamiz. Negativ dasturning bugungi sonida aytadiganlarimiz shular edi. Yaqin kunlarda yana diydorlashamiz. Xayr, omon bo'ling.